degan ekanlar. Besabrlik o'shandan qolgan ekan. Abdullah ibn Muborak al-Marvazi hazrat o'tov palatkada turar ekanlar. Bir kuni cho'ldan o'tin yig'ib kelsalar yotadigan yotoqlarga cho'lni iti kelib yotib olibdi. Shunda Abdullah ibn Muborak haligi itni turib ketib haydamabdilar. Allohning maxluqi, men g'aribni kulbamga xush kelding, seni haydamayman deb tashqariga chiqib yotibdilar. Shunda tushlariga Allohning huzuridan xotidan nido bo'lgan ekan. Abdulloh, bir bandamizga rahm qilganingiz uchun biz sizga rahm qildik, biz sizdan rozi bo'ldik degan xitob bo'lgan ekan. Bir itga birov rahm qilib Allohning roziligini topgan ekan. Birodarlar, nahot birovni bolasiga rahm qilmaymiz, nahotki birovni qiziga rahm qilmaymiz. Ota-bovadan qolgan ekan, yaxshi odam xotinni urmaydi degan gap.